Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida sport yangiliklari dasturi va sizlar bilan Bobur G'aybullayev. O'zbekiston Superligasi 15-turdan o'rin olgan markaziy uchrashuvda Samarqandning Dinamo jamoasi o'z maydonida chempionat peshqadami Neftchini qabul qildi. Murosasiz va kurashlarga boy o'tgan bahsda jamoalar darvozalarini ishg'ol eta olishmadi va yakunda 0-0 hisobida jangovar durang qayd etildi. O'yin boshdanoq mezbonlar tashabbusni qo'lga oldi. Dinamo faol harakat qilib, ketma-ket hujumlar uyushtirdi. Dastlabki daqiqalardayoq Anvarjon Hojimirzayev hisobni ochish uchun yaxshi imkoniyatga ega bo'ldi. Biroq yakuniy zarbada aniqlik yetishmadi. Hojimirzayev zarba yo'llaydi va darvozadan to'pni qaytaradi. Qiyin joydan turib hozir Anvar hisobni ochib qo'yishi mumkin edi. Xo'sh, ofsayd yo'q va Birinchi bo'lim davomida samarqandliklar raqibga nisbatan faolroq ko'rinish oldi va bir necha xavfli vaziyatlar yaratdi. Ammo Neftchi himoyasi ishonchli harakat qildi va hisob ochilmadi. Ikkinchi bo'limda esa o'yin manzarasi biroz o'zgardi. Chempionat peshqadam Neftchi to'p nazoratini o'z qo'lga olib, hujumlarni ko'paytirdi. Mehmonlar bosimni kuchaytirgan bo'lsa-da, Dinamo himoyachilari va darvozaboni ishonchli o'yin namoyish etib, barcha xavfli vaziyatlarni bartaraf etdi. Mezbonlar esa qarshi hujumlar orqali raqibni xavotirga soldi, biroq so'nggi zarbalarda omad yetishmadi. Shu tariqa Samarqanddagi bahsda g'olib aniqlanmadi va tomonlar 0-0 hisobdagi jangovar durangga rozi bo'lishdi. Ushbu natijadan so'ng Neftchi ochkolarini 36 taga yetkazib, turnir jadvalidagi peshqadamlikni mustahkamladi. Dinamo esa 21 ochko bilan o'z hisobini boyitdi va kuchli raqibga qarshi qo'lga kiritilgan ushbu ochko jamoa uchun muhim natija bo'ldi. Bu bahs yana bir bor ko'rsatadiki, Samarqandning Dinamosi bu mavsum istalgan raqibga qarshi munosib kurash olib bora oladigan jamoalardan biri hisoblanadi. Keyingi turlarda jamoa yaratilayotgan vaziyatlardan unumli foydalansa, turnir jadvalida yanada yuqori pog'onalarga ko'tarilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Eng so'nggi sport yangiliklarini faqat Samarqand Live'da kuzating.